Amerikaga nima uchun ko'chib kelgan edingiz? Orzu-havaslaringiz, umidlaringiz esingizdami? Farzandlarimizning kelajaklari uchun ko'chib kelganmiz. Hammamiz farzandlarimizning kelajakda o'z o'rnini topib ketishini xohlaymiz. Farzandingizni va sizlarni 20-iyulda boshlanib 26-iyulgacha 6 kecha va 7 kunduz bo'ladigan yozgi programmaga taklif qilaman. Bu yozgi lager Boston shahrining Boston universitetida bo'lib o'tadi va 6-sinfdan boshlab 12-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar qatnashishi mumkin. O'quvchilar Boston universitetining kampusida yotoqxonasida qolishadi. Har bir xonada ikkitadan o'quvchilar qoladi va o'g'il bolalar alohida etajda, qiz bolalar esa alohida etajda bo'ladi va 3 mahal issiq halol ovqat bo'ladi va men ularning boshida o'zim turaman. O'quvchilar bir hafta bo'yicha Amerikadagi eng kuchli mutaxassislar bilan birga vaqt o'tkazishadi. Ular Boston universitetining kampusida qoladi va undan tashqari MIT va Harvard universitetlariga ham tashrif buyurishadi. Borib universitetlarni ham aylanib kelishadi. Amerikada bilasizlar, universitetga kirish bu chalkash va murakkabroq va buni mutaxassislari bilan birga ishlashingiz kerak bo'ladi. Yozgi lagerda bo'lsa Amerikaning eng kuchli mutaxassislaridan biri bo'lgan Dr. Lee Ann ham tashrif buyuradi va 9 soat o'quvchilar bilan birma-bir shug'ullanadi. Universitetga kirish yo'llarini ko'rsatadi va o'quvchilarga qancha ertaroq boshlasangiz shuncha yaxshi bo'lish kerakligi haqida ularga ma'lumotlar beradi. O'quvchilarga portfoliolar tuziladi. Bilasizlar, chunki Amerikada universitetga kirish uchun faqat yaxshi o'qish yetarli emas. Buning o'z yo'llari bor, o'zining faktorlari bor va Dr. Lee Ann hamma faktorlarni o'quvchilarga tushuntirib beradi. Undan tashqari esa NASAda ishlayotgan injener va astronavtlar ham tashrif buyuradi. Farzandlaringiz robototexnika, IT kodinglar bilan ham shug'ullanishadi. Robot yasash va boshdan programma yasashlarini ham ko'rishadi. Undan tashqari biz o'quvchilar bilan Boston shahrining eng mashhur 6 maskanini birga aylanib chiqamiz. O'quvchilarni aeroportdan kutib olamiz va qaytib aeroportdan kuzatib qo'yamiz. Lager pulini ichida 3 mahal issiq halol ovqat, yotadigan joy va aylanish. Bu yozgi lager faqat o'yin emas, bu farzandlaringizning kelajagi uchun katta qadam. Agar farzandingizni bu unutilmas lagerga qatnashi va hayotini o'zgartirishni xohlasangiz, menga plus belgisini qoldiring, men sizga hamma ma'lumotlarni yuboraman.